Ibodat qilish uchun, haj safarlarini odatdagidek, ko'ngildagidek amalga oshirish uchun bizada ayollarda toza osti mushaklarimiz baquvvat bo'lishi kerak. Siz o'ylashingiz mumkin, peshob chiqib ketishi, tahoratingiz sinib qolishi bu norma holat deb o'ylashingiz mumkin, lekin aslo bu norma holat emas. Buni tabiiy yo'l bilan intim gimnastika mashqlari orqali davolasa bo'ladi va davolab kelamiz. Agar siz hoziroq yechimini qilmasangiz, intim gimnastika bilan shug'ullanmasangiz, bu holat sizda ortib boraveradi. Shunaqa ayollarni bilaman, ko'chaga chiqqanda 2-3 talab zapas kiyimlar olib yurishadi. Mani oldimga ham kelishadi. Pampersni taqib kelishadi. Bu ayollar uchun juda ham uyatli holat. Hozir siz o'zingiz oldingizga maqsad qo'yib, men peshob ishlab tura olmaslikdan qutulaman, og'riqlardan, og'irliklardan qutulaman deb o'zingiz maqsad qo'ysangiz, albatta tabiiy yo'l bilan intim gimnastika mashqlari yordamida yechim topsangiz bo'ladi. Intim gimnastika kurslarim haqida to'liq ma'lumot olish uchun kommentariyaga plus belgisini qoldiring.